Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangi mahallasida joylashgan dala yer maydonimizga yetib kelganmiz. Ushbu dala yer maydonimiz 75 sotik. Dekop kompaniyasining 67-77 sotli makkalarini 21-may kuni ekkanmiz. Bugun 1-iyun. Makkalarimiz ekilganiga 11 kun bo'ldi. 3 quloq, 4 quloq bo'lib deyarli bexato chiqqan. Shuni ko'rishingiz mumkin. 2 marta suv ichgan, deyarli bexato chiqqan makkalarimiz. Biz turli kemiruvchilarga, so'ruvchi kemiruvchi hasharotlarga, tripslarga qarshi, qurtlarga qarshi shu enjo dori vositasini qo'lladik. Shu rasmda sarf me'yorlarini yozib qo'yganmiz. Shu rasmdagi sarf me'yori qo'llasanglar zo'r effekt beradi. Like va obunani unutmanglar. Sog' bo'linglar.